Avvalambor assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari, Imber kuzatuvchilari. Xo'p, bugungi obzorimiz faqat lesalarimiz. Xo'p, lesalarimiz asosan barcha vodiyliklar biladi. O'sha o'zimizda vodiy standarti bo'lgan 94 ga 2 metr, 94 ga 1 metrlik bo'lgan lesalarimiz. Bu hammamiz juda yaxshi bilamiz. Xo'sh, buni asosiy ustunlarimiz 1.7 dan, kashaklarimiz esa 1.5 dan bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yangiliklarda qilib qo'yganmiz, juda ko'p bo'lmasa hamki. Xo'p, Xitoy lesalarimiz bular 750 ming so'mdan birmuncha yupqaroq bo'ladi. Keyingisi aka, biz boshlagan ishlarimizdan yana bittasi turbolarzimiz orqali ozgina ishlov berganmiz, ya'ni insonlarda xavfsizligini ta'minlash maqsadida yaqinroq olib kelib ko'rsatib qo'yasiz. Ya'ni bir-biriga ustunlarni bir-biriga kiritilayotgan vaqtda 0 ga 0 turishi. Ya'ni bu hech qanaqangi turbalarimizni ham o'sha kesilish jarayoni turbalar orqali bir-birlariga yopishtirilishi, ezilmasdan yopishtirilishlari. Xo'p, asosiysi o'zimizning vodiy standartimizda bo'lgan lesalarimiz bilan hozirgi ishlab chiqarayotgan endi yangi lesalarimiz o'rtasidagi farqni ko'ryapsiz, a? Ya'ni xuddi mana shu jarayonda bir-biriga o'tirish holatlari kuzatiladi. Xo'p, buni svarkalar holatlari ham xuddi ana shu narsa, ya'ni kemping holatlarida ham juda katta o'zgarish bor. Bu lesalarimizning narxi hozirgi holatda birinchi qo'l ishlab chiqarishimizdan 650 ming so'mdan cheklanmagan miqdorda qilib beraveramiz. Hop, yana bitta lesamizning turi bor. Bu bundan ham mustahkamroq ishlab chiqarilgan lesalar ekan. Ya'ni o'sha insonning xavfsizligini ta'minlash yuzasidan ozgincha yana o'zgarishi bor lesamiz. Hop, bu lesamizda ham asosan asosiy ustunlarimiz 1.7 dan, kashaklarimiz 1.5 bo'ladi. Xo'p, yaqinroq olib kelib ko'rsatib qo'yasiz. Xuddi o'sha turbalar orqali ishlov berganlarimiz insonning xavfsizligi, ya'ni bir-biriga kirgizilgan lesalarimizni xuddi mana shu sirg'alar orqali bir-birini mustahkamlashdi. Xuddi mana shu ishlab chiqarilayotgan lesalarimizning turi. Buni summasi 670 ming so'm. Ishlab chiqarish joyidamiz. Eng asosiysi biz ishlab chiqarish jarayonidan hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni bizning o'rtamizda hech qanaqangi kimlardir o'rtada olib sotish jarayonlari yo'q bizda. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri birinchi qo'l ishlash jarayonimiz. Xo'p, mana ishlash jarayonimizda lesalarni ishlab chiqarish jarayoni, ya'ni ustachilar ishlab chiqarishyapti. Xo'sh, xuddi o'sha sizlarga aytib o'tgan jarayonlarimizdan bittasi, hamma narsalarimiz o'zimizda mana pachka olinadi, jarayon ishlab chiqariladi. Xo'p, mana kraska sepilmagan holatlari, kraskani sepilgan holatlari, mana kashaklarimiz, paddollarimiz, kraska sepish jarayonlarimizdan hozirgi holatda mana akamizga 40 kamplik 2 metrligidan 10 kamplik 1 metrlik lesalarda yuklash jarayonidamiz, ya'ni paddollarni yuklash holati. Kraskalarimiz sepish jarayonlari mana barchasi hozir shu o'zida eng kamida 120 kamplik lesani paddollariga kraska sepilyapti. Kashaklarni ishlash jarayoni, ya'ni kashaklarimizni ishlab chiqarilish jarayoni. Xuddi mana shu, mana 1 metrli lesalarimiz bu tarafimizda. Stoykalarimiz barchasi o'zimizning birinchi qo'l ishlab chiqarish jarayonidamiz. Ya'ni kraskaga tayyor holatda hozir. Kimga mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, like bosib, podeshka qilib turasizlar.